kilo, ikkitasini qopib bersa 4 kilo go'sht bo'lishi mumkin. Hurmatli go'shtlik ajizlari, ana sizlar uchun 5 ta zo'r yerda turgan zo'r buqalardan topib qo'ydik. Ana ko'rishingizcha bular yozda ham yegan, zo'r go'shtlari ham zo'r chiqadi, do'konga chiqadigan go'shtlar. Bularni bugun 5-martanasi, ertaga 6-martanasi juma aksiyasiga bularni ikkitasini tanlab olib ketamiz. Videomizda oxirgi go'shtlar qaysirini olib ketganini ham ko'rasizlar va go'shtlarni ham ko'rsatib olamiz. Videomiz oxirigacha tomosha qiling. Mana hurmatli mijozlar, buqalarni olib kelib, so'yib, ilib oldik. Ko'z chiqdi, go'sht sifati zo'r chiqdi. Yog' chiqdi. Buni go'shtlarimizni ertaga 15 so'mga go'shtni qaytarishingiz mumkin. Bemalol. Ertaga hammaga bu go'shtni olib qolamiz. Har juma qilganimizda juma ham mana shu bitta buqani o'ylaymiz. Kilosini aniq topganlarga 2 kilo go'sht beramiz. Ikkitasini kilosini topib 2 kilo, ikkitasini qopib bersa 4 kilo go'sht bo'lishi mumkin. Kalendarda yozib kilolar. Qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar biz yo'q go'sht do'koni mijozlari uchun sifatli va hamyonbop buqa va qo'chqorlarni topishda davom etamiz. Sizlar bu arzimagan ishimiz uchun bitta like hamda podpiska bo'lishingizni so'rab qolamiz. Hammaga oldindan rahmat.